Diqqat qiling, O'zbekistonda endilikda Toshkentning har tumanida 20 tagacha hojatxona quriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun 4-iyul kuni bo'lib o'tgan majlisda tanqid qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Prezident Shavkat Mirziyoyev Sergeli tumanidagi yig'ilishda poytaxtda sayr qilayotganligida aholi va mehmonlar uchun hojatxonalari yetishmasligini tanqid qildi. Shu munosabat bilan bir oy ichida alohida dastur ishlab chiqilib, 2026-yil oxirigacha har bir tumanda 15 tadan 20 tagacha zamonaviy hojatxonalar qurish uchun yer maydonlarini auksionga chiqarishini topshirdi. Bundan tashqari, Toshkent bo'ylab chiqindi qutilarining sonini ham sezilarli darajada ko'paytirilishi bo'yicha choralar ko'riladi, deyiladi xabarda.